Gittik. Gittik ama gittik. Mag ik even zijn behaard dan? Dat is toch wat toe? Salatu ve salatu ala Rasulina Muhammad ve aleyhi ashab. Allah'ım şunda şu bugünkü yaxshi kunlarimizga sabab qutlug' bo'lsin. Evarama, baxtli, saodatli bo'lsin, ega bo'lsin. Niyozbek mana baxtini ko'rsin. O'zligiga o'xshagan ilmli, bilimli, o'qimishli qizlardan bo'lsin. Qiyin azobadan bir rahmatiga Allohga xushga bizlar tinchlik bo'lsin, ota-onalar bosh bo'lsin, bobo-kattalar bosh bo'lsin. Onasiga o'xshagan qiz bo'lib, to'ylarga shu ham kelin bo'lganini kampirlar ham ko'rsin. Kampirlarga baraka bersin, sog' salomat kelib bag'rlaringga bosib England nästan filmen. yoqar poylaganingda yo'lim oyijon desang adajon desang qolmaydi-ku dildagi g'uborlarim erkatoyim mening erkatoyim baxtimizga sog' bo'lgin har doim tunlarim yoritgan yorug' yulduzim yaxshiyamki seni berdi xudoyim erkatoyim mening erkatoyim baxtimizga
sog' bo'lgin har doim. Tunlarim yaratgan yorug' yulduzim, yaxshiyamki seni berdi Xudoyim. Ko'zlar tegmasin jon qizim aslo, shukrona bo'lsin yolg'iz egamga. Ko'zing ochib ko'rganlaring baxt bo'lsin. Shunda chiroyli kunlarni Allohim o'zing ko'rsatding. Avarani munosib qilding. Xudoy umr uzoq bo'lsin, rizq baland bo'lsin. Shunda ko'rsatgan karomatlaringga Allohimga hamd va sano qilib, bular o'zidan yana yanilarga, o'g'illarga ega bo'lib, yana qo'sha farzandlarni ota-onalari bo'lsa. Naziraxon siz ham rohatini ko'ring, To'xtoy buvijon, bu opalari o'tgan, sizlarga ham rahmat bolalarim. Yaxshi kunlarda ko'p ko'rib, yaxshi kunlarda xizmat qilib yuringlar. Rabbana otina fid dunya hasanatan va qina azobannar. Rahmat. Alloh xayr qilsin. Ishqibsizlar, ishqibsizlar. Suratim